Voy. Mazasi qochib qoldi shekilli. Ukam, tur, yaxshimisan? Amaki, mazam bo'lmayapti. Qani tur, doktorga olib boraman. Tushunarli. Doktor, ana bolani ahvoli yaxshimi? Men aytgan dorilarni zudlik bilan olib berish kerak. Bemorni srochna operatsiya qilishimiz kerak. Xo'p bo'ladi, yozib bering. Amaki, ro'yxatdagi hamma dorilaringiz bizda bor ekan. Shularni hammasini yig'ib bering, singlim. Keyin nech pul bo'ldi? Hammasi bo'lib 3,800,000 bo'lar ekan. Otasi, hayit bayramiga ozgina ro'zg'or qilib bersangiz bo'lardi. Onasi, bu oy o'z arendaga zo'rg'a pul topdim. Shuni bir amallab berib keling. Qolgani bir gap bo'lar. Arendaga beradigan pulim hammasi ketar ekanda. Mayli, yig'ib beravering. Bemor operatsiyadan yaxshi chiqdi. 2-3 kunda yaxshi bo'lib qoladi. Tuzalib ketsin. Yaxshiyam sizdagi insonlar bor ekan. G'irq begona odamga beminnat yordam berdingiz. Doktor, o'zi arendani to'lagani ketyotgandi. Yo'lda shu voqea bo'ldi. Tashlab ketishga bo'lmadi. Arendani hamma puli shu dori-darmonga ketdi. Arenatorga nima deysiz endi? Endi borib bor vaziyatni tushuntiraman. Ozgina tushunib, sharoit qilib bersa, savobga sherik bo'ladi-da. Undan keyin ehsonni mukofoti ehson deyishadi-ku. Shunday aytishingiz bo'yicha bu oy arenda pulni olib kelmadingizmi? Bo'lgan vaziyatni boricha tushuntiryapman-ku. Bir marta sharoitimni tushuntiring. Iltimos sizdan. Kalitni bering bu yoqqa. Shahobiddin, Oka, ko'p gapirmay, kalitni bering. Hop, bor vaziyatni tushuntirdingiz. Nimaga hammasini ochiq oydin aytmayapsiz? bor vaziyat shu. Men sizdan ijtimoiy bekitayotganim yo'q. Bilasiz, necha yildan beri arenda bilan shug'ullanaman. Bizning sohada har xil inson bilan muomala qilish kerak. Bir oyda bitta asabimga lecheyni olib turaman. Arendani hamma puli shu dori-darmonga ketdi. Arenatorga nima deysiz endi? Endi borib bor vaziyatni tushuntiraman. Ozgina tushunib, sharoit qilib bersa, savobga sherik bo'ladi-da. Undan keyin ehsonni mukofoti ehson deyishadi-ku. Siz aytayotgan vaziyat bo'layotganda men o'sha yerda edim. Bitta gapingizga mazza qilardim. Aynan o'sha gapni hozir mashetdi aytmadingiz. Gaplaringizga tushunmayapman, Shahobiddin. Ya qarang, tushuntirib beraman. Jamshid aka, mana mana bu 3 ta best bor. Qani ko'ringchi, qaysi biri yaxshi kim? Shahobiddin, menimcha mashinasi zo'r ekan. Nomerlari ham chiroyli ekan. Jamshid aka, boya nima dedingiz? Sal esimdan chiqib qoldi, eslatib boring. Qaysi gap, Shahobiddin? Anu ehsonni u yog'ini eslatib boring. Ehsonni mukofoti ehson dedim. To'g'ri gap. Har bitta savob chiqsa, savobida sherik qiladigan meni sherigimga bunaqa eski mashina yurish yarashmaydi. Men yengiz, shuni haydab bering. Aytgancha, eski mashinangiz astarkasini mashina haydab davom ettiraverasiz. Qolgan razizasi mendan sizga hayitli. O'sha o'zingiz aytgan gap ehsonni mukofoti ehsondir. Hazillashmang, Shahobiddin. Siz qilgan ish ko'chada har kim ham ko'rmaydi. To'g'ri, hozir men qilayotgan ishimni ham uncha arendator qilmaydi. Bu hayotda mardga mard bo'lish kerak. Bu yerda hech qanaqa hazil yo'q. Oling, aka, mashina. Ya Allah, o'zing chevarsan. Ilohi amin. Topganingizga baraka bersin. Farzandlaringizga bosh bo'ling. Oramizda sizdek arendatorlar ko'paysin. Allohu akbar.